qayoqqa shoshmas? Ishga shoshyapman. Nimaga? Voy, ertalab Adajon o'g'lim yaxshi ko'radi deb qaymoq bilan patirga chiqib ketuvdilar do'konga. Choyni keyin ichamiz. Men hozir ishga shoshyapman. Bo'pti. Ha bolam, shoshib qolib ketyapsan. Ishga shoshyapman adi. Sen yaxshi ko'rasan deb qaymoq bilan non olib kelib keldim. Nonni shaq ketmaysanmi? Ben siz quvringlar nonishdan adi. Ishga bormasam bo'lmaydi. Men qarabdi joyda zo'r restoran ochilgan. O'shaqa bormaymizmi? Joy hamma maqtayapti. Boramiz? O'rtoq. Boramiz, yaxshi bo'ldi-yu. Alo. Alo, adasi, tezroq keling, Adajon. Nima bo'ldi? Ha, tinchlikmi? Ertalab ahvolini ko'rganmiding? Mashinangdan ham tushganing yo'q. Ishing otangdan ham azizmidi? Meni kechiring. Har doim sizni ehtiyot qilaman adi. Kech bo'lmasdan ota-onamiz qadriga yetaylik azizlar.